Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum kanalimizning muhtaram muxlislari. Ibratli umr loyihasi davom etadi. Loyihamizning bugungi soni Pop tumani Mozorbuva qishlog'i Ittifoq mahallasida yashovchi salkam yuz bilan tenglashgan otaxonimiz, ya'ni Mamajonov Ergashali otaxonadan. Alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum kanalimizning muhtaram muxlislari. Ibratli umr loyihasi yana siz azizlar e'tiboringizda. Loyihamizning bugungi sonida Pop tumani Mozorbuva qishlog'i Ittifoq mahallasida yashovchi yoshlari salkam 100 yoshga yaqinlashib qolgan, ya'ni 95 yoshli otamiz Mamajonov Ergashali ota bo'ladilar. Ergashali ota mana shunday uzoq umr yashash sirlarini, mana shu yashagan davrlari, umrlari mobaynida qandoq yaxshi kunlari, qiyinchilik kunlari, mana shu sizni bizga eshitganda, ko'rganda saboq bo'ladigan umr yo'llarini hozir o'zlari bilan bafurja suhbatlashamiz. Mana shu yangi yilda 95 ga kiryapsiz ekan. Bu aytishga onsa emas, bunday umr onsa emas. Endi ota, mana shu ko'rib turgan yurtdoshlarimizga o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz, hayotingiz to'g'risida. Hozir men hozir yig'ilish qilib, hozir odamlarni aytib, odamlarning gapirib, rahmat aytib, tirikligimda ekib jo'natdim hozir. Endi bular o'tiribdi hozir. Endi bulardan so'raverasiz. Mana shu men yoshligimda tug'ilganman otamdan. Mana sheyda katta otamda sheyda katta bo'lganman o'zim yakka enam bilan. Yurgandan keyin lekin bitta için ota baka yuraverardi katta. Ne sheyga solib. Ergashali ota, hozir meni yaxshi eshityapsizmi? Mana bu yerda kovlangan kanal bor, kanalimiz. Kanal. Kanal to'g'risida gapirib bering bizga. Bo'ldi. Bu kanal ichga tushganda mana sheyda yotgan. Bo'lina bog'liqlar. Bo'lib bergan. Zambar transport bo'lmagan. Zambar bilan toshib mana shu kanalni biznikida yotib yurib, mana shu mehmonxona bor edi, mehmonxonalarni berib, kanalda olib, boqib, har kuni ertaman jo'natib, qonini to'g'azib, 3 ga jo'nataveradi, kechqurun kelaveradi, yana ovqatda yeyveradi. Endi deydi mana bularning orqasida katta qozonni qurib qo'yganmiz. Qozonlarga ovqatlarni qilib, o'riklar unda non-por kam bo'lgan, o'rik bo'lgan, ana shulardan yeb tirikchilik qilib kanalni kovlagan. Ergashali ota, demak kanalni kovlash qiyinchilik bo'lgan ekan-da? Yo'q, voy bu. Beyda mana bo'lib beradi. Ilgari o yerga solib qoldilar. Zamballardan toshib, pilonlardan, beydan poplar bo'lib beradi. Urumsarandan Mohimba bo'lib degan odam bu boshlig'i. Kelgan Mohimba bo'lib şeyga? Kelgan. Kelib kanal bitgandan keyin suv ochgan kanalga. Pilonda. Pilonda kelib suvni ochib tashgandan bir tashganda kirib tashganlik. Artistlarda kelib o'yin qilib bergan pilonda. Kanal bitgandan keyin? O'shalar bitgandan keyin ham kanallarni o'zi remontlar qilib, suvlarni haydab kelgan, quloqlar qo'ygan. Ne istegan kalg'azlarni binoga keltirib yer qilgan. Siz davrlaringiz eslanchi, paxta terib yurganda bo'ldingiz. Paxta terib bo'ldi. 100 tonna bir kunda paxta terib berganman. 100 tonna? 100 tonna. Ne reis bu bolaga bitta şirketen apke bu kapat verdiler. Ne diyeceğim? Yaxshi. Ne söyleyeceğim sizga? Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehr
mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovda bu koshonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovda bu koshonang topilmaydi. Lar babam beklasin, adil Allah qo'llasin. Bizga kelgan baloni shayton olib yig'lasin. Madinaga Muhammad hoji Allohga rahmat. Ata yuzga kirsinlar. Umringiz uzun o'tadimi? Umringiz uzun bo'lsin. Bizni baxtimizga ko'p yoshlarni qiling. Yashang, amin. Yashang qizim, rahmat sizlarga. Yana bitta yurtimiz tinchligini bir yaxshi duo qiling, yurtimiz tinchligini. Doim yurtimiz to'qchilik olsun, sog'lik olsun, birlik olsun, hamisha xursandchilik olsun, kam bo'lmasin, hech bola chaqalari ko'paysin, umri uzoq rizqi bilan ota onasiga bosh olib o'ynab kulayotgan kattalar zaburga o'sha yashiga borib yuraverishlar. Allohu akbar. Yashang. Katta rahmat sizga. Mana shu Umringiz bundan ham uzoq bo'lsin.